Hürmetli görünmeler, görüntüler, Şinjan yeni kandidat soda çeklik şirketi Bo'ldi, men keldi. Geldi. Men keldi. Qalam do'stlar, yaxshimsizlar? Ko'rib atqaninglar, Şinjan yangi kandidat biopentexnika soda cheklik şirketi tajdorligidagi Mevlana studiyasi bilan Unum mediasi hamkorligida ishlangan kandidat muziksorni programmasi. Hoş geldinglar do'stlar. Men Mevlan Memtimen. Ben Cevlan Rozmanbet. Ha, mendaqa. Asqabdı men Mevlan bilan Cevlan, ha. Koymumdan. Bu yak nereden peyda olup kaldı? Toğukuda düştü mü? Bu yoq endi men uzamazroq tanishtiray, ondan o'zini tanishtirsin. Bu yoq To'g'ri. mening bu yoqmi mening inim shogirdim. Ipak yo'l 4-qaradagi mening yaxshi o'quvchim, o'zi Muzaffar. Muzaffer. Kakak Yaxshimisiz? koydum. Bu mening yaxshi ağayım. Ashu ekranga qarab, o'zingni yana bir tanishtirib, "Hey, o'zing sen kim bo'lsa?" kap. Aş ekran qilib turibdi. Salam ekran oldidagi do'stlar. Men sizlarning yaxshi do'stinglar Muzaffar Farhat bo'laman. Oy. Tugdimi? Ha, Sıkıya kısıkken. Ha. Adıyla meclis sıkıkken. Ha. Sıkacağım ki. Nereden bulsa? men Turpan Pichandan bo'laman. Vay. Koyma şifalık şuttan gelsin. Ha, Rimatizm bulmaydigan şutlardan gelsin sizde. to'g'ri. O'zi revmatizmdakin bu. Ya, ya, ya. Damasni. 50 kirmey hasta yak şutdan. Yaxshi ish qilib hozir. Muzaffar ağayım bir kıtım turpan alsam nayet yaxşı aldığımı çıkan aka. Şükün yaxşı küttü bırak. 4-chi kun. Taştan mı, candu, şıktamıkın mı, candu, peşti mi, candu. Yata çağda demiş çiçe demeydi. Candu gelmişse ya. Koklu düşüme. Lağmelerge mi, candu, mant pitlik, bulak mantlağı mı, içini şunda alasam candu. Dedim ben neymiş mantılar, candu silişti, unuttuk kasanlar, bulmamda, kanda kızı unuttuk kasanlar desem. Teşhidin sancı gelmemiş biz dedim. To'g'ri. Va dibaga kirgan qaramaka. Candu tavsalları var ki bu. Oncuğu yo'ga beçara. Jandu qo'ydimdi u yerda. Candu örümü tüküşke. Muzaffar Jangdu dem. Muzaffar Candu deydi. Senin Candu'nun olgan bilen bizden yeni kandidat denki Nurgullugan mana. Selelleri var. Andikin mehirge yağları var. Mehir ısık. Çoş paraşıklarımız var. Vay dep kapsa. Muzaffar adaş ben bölüşümce sen de rejissörlük kesbide okugattan To'g'ri. Tuturup hop bakşı yutib kapsan go. Kichigimdan naqsha qiziqqan men. Naqsha Ha. aytib, bizning oilamiz san'at oilasi bo'lgan ekan. Kichigimdan muzikchilik, naqsha aytib, undan keyin itotlarda, shu maktablarda. Muzika ailesidan ailang to'g'ri qisqacha bir tushuncha berib o'tmamsan muzika ailesi. Oilam to'g'riliq Bo'lgan qisqacha ekan. hamda. Mening buvam deymizmi? Bizning Ha. oilada dada deymiz. Mening buvam o konu muzikat. Shu burun shu soda maktabmi? Burun Ha. sho'rimchilik mishal o'qib, şey chiqqan vaqtlardan tortiblar, shu akordeon, ravab, sozlarni chilib. Ondan keyin bu mening otamga ersiyat qilibdi ekan. Ondan keyin men shu kichigimdan shu muhitda cho'g'an ekan, uydagilarning hamda xizmat oldirashgan ekan, men shu buvamning yanida turib, cho'g'animda shada turib, buni qo'shiq aytishni o'rganib, shu ravab chilishni o'rganib, naqsh aytishni o'rganib, shu burun kinolarni do'rab, shu rol elish qiziqatdim emasmi? Ülekten roluğu şunda Ashta bir Kim muhitda gapiradi? cho'g'animda. Mening bu asli orzuyim aktyorlik kasbida o'qishdi. Hamda ma'lum sabablar tufaylidan Sandoşup getip kalıp. Müzik sınıf kireysanlık okuguchi. Ayak shuni bilan kireysanlık okuguchi. o'sha kasbga kirib qoldim. Razı emas ekan seni. Rozi. O'qigan kasbimga rozi. O'qigan kasbimi yaxshi kasbgan. To'g'ri, to'g'ri. Dongliq. Rozi. Mushu fursatdan foydalanib o'sha yilqi u o'qigan kasb muhim, lekin men uchun eng muhim bo'ldi deganda hamda atrofdagi muhit bakroq ta'sir qildi hamda o'sha yilqi san'at qoyilmag'i cho'kkan muhitda o'qigandan keyin hamda atrofimdagilarning masalan muzik fakultetidagilar bo'lsin, teatr fakultetidagilar bo'lsin. To'g'ri, o'sha bir yilqi qaynoq bir hissiyot bor-da, muhit bor. O'qishtirgan keyin rejissyorlikni qilib boqmading, ha? Yo'q. Bir nimaga rejissyorlik qilib boqmadingmi masalan Yo'q, yo'q, MTV'larga? Yo'q. Shu oliy maktab o'qigandan tortib shu naqsh aytdim klublarda. Shu naq maydon klublar naqsh aytib, muzika teatrlar bilan. Muzaffar ağayla şu nakş kesipti yaxşı menvatsan ustoz Bağlankamdaki yeteklisi bilan. To'g'ri. Hem Nurgulluğa musabaqalarga yok faaliyetler qatnashdan eng yaxshi ağa mukofotlarini qaysi bo'lib ketdi? Meningcha eng yaxshi og'am mukofotim shu 4-qara Ipak yo'li programmasida qatnashib ustozim Mevlam Memtimen akamning
yaxshi bahosiga erishdim, yaxshi yetaklashiga erishdim. Mushu men uchun yaxshi bir mukofot deb o'ylayman. To'g'ri. Hamda ustoz mening nazarimdagi mukofot bir moddiy buyum emas shu. Meningcha hamda mushu yaxshi akam bilan tanishdim, yaxshi ustozni tanladim, yetaklashiga erishdim. Meningcha eng yaxshi mukofot mushu deb o'ylayman. Men uchun Davlankam degene. to'g'ri, to'g'ri. Oy, To'g'ri Boş fursatdan hisobda. foydalanib aka sizga rahmat. Rahmat sana. Hisobda biz bir-birimizga mukofot. Rahmat. Bir-birimizning hayotiga mukofot. Shu fursat yaxshi tanishdik. İzchil tashlashmay ketyapmiz. Muzaffarmi? Naqshini haqiqatan chiroyli aytdi. Rahmat aka, Men rahmat. bek amroq buning ovoziga, naqsh aytishiga, bek amroq gitar chalishig'a amroq qaraydi. Rahmat aka. Yaman men yoqtirdigan bir To'g'ri. uslubda chaldi. Bek yaxshi ko'rmay gitar chalishni. Ha burun Düş çalattım gitar desem. ishlamasmi aka? Naqshini bek aytib ketmaydim, shu gitarni bekroq yaxshi ko'rdim. Keyin Keyin shu o'zim bekroq naqshi qiziqib oshjatga alaydiligimni talantimni bayqab o'zim. Muzaffer Gitarni tashlab etmadim lekin yaxshi. gitarımı meni tashlab etmedi. Ha gitarni meni tashlab etmadi, biz tashlashmay yuryapmiz ish qilib. Qo'ymamda. Munosabatdan yakuz. Yaxshi ya. Yakın bak ikimizni kim yarışıptı da bir. Bu yarışib Baha bagına afgan. Yarışıptı. Yarışıptı mı? Bu kim? Bana aylanıp, ben aylanğada kaynayıp ketiyem ama. Pek oladı ba. yarışibdi aka. Bu Alamat. kiyimlerimizni mening obraz vakilligimdagi qaramış. Altın soğat Ben kiyimler bilmem aka. ta'minlagan. Ben bilmem. Altın Tamam. soğuqsiz obraz ekili bo'lgan. Ha bilmem aka. Biroq u kiyimini kiygan mu ya? Ha kiygan kiygan. Ha, shunday. Şunu dep qo'ydik. Yaqinda arkadaş yaxshi bir muzika yoki naqshlar qo'ygan ishlar bormi? Yaqindan buyon yaxshi naqshi muzikalar qo'ygan ish yo'q, lekin to'y qo'ygan bir ish bor. Ey, to'y muborak bo'lsin. Hamda to'y qo'ydi ham buni lekin hamda saha qo'ymaymikin o'tib. turmush beshinga kelgan kishi Ha, to'g'ri. qo'ymayapti. Ya say qo'p, Ha. ya tomoq qo'pasi. Endi Tomoqlar shu ishlarni bir yana- tuyutilib, Ya'ni ustoz umidimni aqladi, uyda yangi yoqlab o'tirgan. Qo'ymamdan ish qilib, rahmat sana. Buni nimalarni so'q qilamizda to'yga. Mau kelinchakni ekan. Mau o'rtaq kim? Maz, uy, to'ydan biri neyse mana bak. Kayfiyatlaring yaxshi bo'ladi, kuchlansa, ruh To'g'ri. bo'lsa, to'y kuning charchamaysa. Hey, qiziq hikoyalar olsa depemem sabran. Ha? qiziq hikoyalar ham. O'zingmi yomon qiziq bo'lasan. Ha. Tüz yol yiqilib ketalaydiz. Bir yaxshi eri buning. Qiziq hikoya damalliqqa izimganda, lekin shu kichik vaqtimda yuz bergan bir ish. Bek isim qolibdi-ki, shunda biray. Sunnat to'ylik ishlar emas. Ya. Deyman. Shu boshlang'ich bek kichik vaqtlarimiz hamda. Qiliqi xonim qizlar bayrami deganda bek qiliqi bil ketmaydigan vaqtlarimiz hamda nima xonim qizlar bayrami degan qanday bayram deganlarni. Bir kun maktabga kelsam, "Balla ma'lum bayramingiz muborak bo'lsin" desam, men bugun bir bayram o'xshaydi debdi-manda uni. Shuning bilan o'shalar 2 soat gimnastika qilib to'p o'ynabman. Roz kechikib kiribdiman sinfga. Bizning ma'lum akishlar shuning bilan men bir xushomad qilaychi bu ma'lumga deb ishni ichib qo'limda to'p. Ma'lum bayramingiz muborak bo'lsin debdim. Desam, o'sha sinfda bir Qo'llab chiqqan. sürüp ketgan bir ish bor endi. Shu ish kalambek ta'sir qilibdi. Sen haliq ma'lumlarning bayramiga taqabsan. Men shu bir bayram o'xshaydi deb, shu bizning shu ma'lumi deb qoptimanda, akish ma'lumga. Bayramingiz muborak bo'lsin deb jilib aran turgan vaqtida shuning bilan bani anglab tig'imi işte bir surib ketgan bir ish bor qilib sinib. İsimden chiqmaydi bu ish. Bo'ladiki. Bayramingiz muborak bo'lsin. Rahmat, birga olsun. Qo'shamchiligimiz oqmab. Rasa, Qamlashtiramiz. Dayısı. Niyet yamanның degandek. Deyman. Bo'z bir gul elib kirgan bo'lsa, üzüklerde. Üzükləni deb. Ma'lumingga. Əgər ma'lum yaxshi burutluq adam. Yo'g'on. Ha, to'g'ri. Qo'sqova. To'g'ri. Sizlar ham kirganmi u Bir ma'lum? qo'lida bir tayoq, bir Ha, qo'lida nima to'g'ri. o'tib olsa, bayramingiz muborak bo'lsin deb sana chiqib keldi. To'g'ri. O'sha ish isimdan chiqmaydi. Damalliqqa shu ish isim keldi ham. Herhalde chiqdi, seningdan qolganlardan chiqmagan. Qo'ymamda rahmat. Emisi, sen mu Bayramın. bugün Bayramınki. şu sorunumuzga
Assalomu bayramı mübarek olsun. Oy rahmet aka. Birga olsun. Malsana bayram Ha, ha. ko'nglimiz. Oy rahmet. Ondan sorunumuzga ekegen naqshangni bizga bir aytib bergin ukam. Buldu aka buldu. Aytib berey. Aytibey. Qo'ymabdan. Aytibegin yo'q. Ya aytib ha. Aytibem bayram olgan ekan. To'g'ri. Bilesh qanaqchi aytibemasa bayram olgan. To'g'ri. Ang oldilar Mevlankam rahmat. Nima To'g'ri. deganda Mevlankam shu naq maydon muzikini bek qo'llab, bek yaxshi qilib o'tadi Mevlankam. Mevlankamning bizga shu sahnani hozirlab berganiga intayin rahmat. Men shu bugungi sorunimizga mening yaqin birodarim, yaxshi naqshchi Sami Turdining ijodiyatidagi san temisidagi bir naqshni olib keldim. Men, Hamsa aytib boqamdoq. aytibaq. Aytdilar. Gitar chap aytsam bo'lganda aka. Bo'ladi ukam. Men sizga O'sha- gitaranga Gitar Oy, chap nemicha? aytmasam aka, men shu sanada da bo'lib qoldi ekanman shu. Naqshi Shu ana yaxshi men shu aytadigan o'zimning ko'ngan shu ha. shu Men shu aytay. ovozini qancha yaxshi ko'rsam, gitarani shuncha yaxshi ko'raman. Rahmat aka, rahmat. naqshi aytadiganlashingiz gitar çalmasam umash deb desang bu. Ma'qul. Aytaman. Ma'qul. Xiyalımda sen, oylarımda yürüsen, senle bolğaşqa baxtlik ötümen. Xiyalımda sen, oylarımda yürüsen, senle bolğaşqa baxtlik ötümen. Bu yürektir aşıklı Üşmedi hiç uzaktı Gözlerim içine senin sımayı Kessem bu şirakka sende hıyalı Bahardek mama Mehrimni bersen Senle bolğaşqa Baxtlik ötümen Bahardek mama Mehrimni bersen Senle bolğaşqa Baxtlik ötümen Güzelim sen benim baharım Senle var güzel hayatım Gözlerim içinde senin sımayı Kessem bu şirakka sende hıyalı La 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 Gözlerim içinde senin sımayı Kessem bu şirakka sende hıyalı Kessem bu şirakka sende hıyalı Naqshanga rahmat Muzaffar. Rahmat aka, yaralan Ajoyib bo'lsin. ijodiyatni chiroyli ijod etgan hamda repetitsiya jarayonida mo'jaq anıldık bu naqshini. Bir qatim zirikkinim
Yok bu nakşıdım. Rahmet aka. Bugün buna Naq Meydan sahnede tıkıma çıraylık urunlap berdim. Rahmet aka. Rahmat. Rahmet dostum rahmet. Endi bu sefer şagirdinizni qo'riq yo'liga salsak olmaydi ustoz to'y qo'pib. Albatta yaxshi tilaklarimiz bilan ondan kandidat şirketi ta'minlagan yaxshi mahsulotlar bilan uzib qo'yamiz Muzaffarni. Rahmat. Ondan Kasbi. buningdan keyingi kasbiy hayotingga yana utuq tilayman. Albatta davomli birga mingimiz qo'limdan kelgan har qanday ishda cho'qim qo'limdan kelgan ish bo'lsa buningdan keyingi kasbiy hayotingni men chin ko'nglimdan qo'llayman. Rahmat aka, rahmat. Sizningmi tiningiz salomat, ishlaringiz o'ngishli utuq bo'lsin. Sizning shodash, Rahmat. bizning asra. Rah- Ma'qulabsiz. Diqqat qildim. Yo'lda o'ng tarafda mang, bolalar bilan urushma. Adam bu ya. Behirga. Lay o'ynama yo'lda manganda. Chash Qo'y- sizga rahmat. amra olsun. Rahmat. Qashınız qo'yaq uzun. Satrashga yaqin bo'lsin. Mana Kandidat. ishiltadigan deb emamsa? Buni ishiltish ma'noga qara. Peshinga bir natiganda juysa, kechda bir juyib, tilingga 3 timim temitib ketsa kechadi.